Lamblioz kasalligini davolash. Lamblioz kasalligi gelmintoz, lamblioz buni asosan infeksionist parazitologlar davolaydi. Lekin bizada ham pediatriya sohasida oxirgi paytda Nigor opa shu bolamda lambliya aniqlandi, gija aniqlandi, moliyaviy muammolar bo'lgani sababli o'zingiz yozib bera qoling, o'zingiz ham bilasiz-ku deyishadi. Shunaqa holatlar bo'ladi, chunki parazitar kasalliklarni davolashda qo'llaniladigan farmatsevtika tomonidan ishlab chiqariladigan ma'lum bir dori-darmon vositalari mavjud. Ular aptekalarda sotiladi. Ularni ba'zilari jigarga toksik ta'sir ko'rsatadi. Masalan, albendazol. Albendazol albatta gija tushiruvchi xususiyatga ega, lekin toksik ta'siri bor. Bir oiladan 3 ta bola keldi, davolab berishni so'rashdim. Vaholanki dori vositalaridan bir qator qilib davolash rejasi tuzib berdim, yozib berdim. Va ular xursand bo'lib ketishdi. Bir oycha vaqt o'tdi, yana qayta ko'rikka kelishdi. Nima bo'ldi? Davolandinglarmi? Desam, yo'q. Qaynonamlarga bir doktor aytibdi, "Boy sizlarning doktoringlar yozib bergan dori jigari dabdalasini chiqaradi. Bilmas ekan davolashni gijani. Mana men sizga aytay, osongina, oddiygina yo'li bor. Nima qildinglar?" desam, qaynonamlar dedilar, katta qovoqni urug'larini gazda quritib maydalab, yana unga kunjut urug'i qo'shganlar, oq kunjutni. Qaynonasi yana shunaqa qilib va unga tuxum po'chog'ini oqini maydalab qo'shib shunaqa retsept o'rgatishgan. Bolaga 1 oy davomida berganlar. Shunda ikkita bolada bir haftadan bir ich kelmasligi kuzatilgan. Ya'ni bir haftadan bir bolani ich kelmayapti, bo'ldi. Ona qaynonaga bildirmasdan surgi vositasi berganlar, u ham yordam bermagan. Qorni shishib ketgan bolani kechasi ahvoli og'irlashgandan keyin tez tibbiy yordamda ularni kasalxonaga olib borishgan va kaprostaz tashxisi, ichakda axlat turilib qolishi tashxisi bilan ichlari yuvib, xudoga shukr, bolalar ichlari tozalangan va tegishli yordam berilgan. Endi sizlardan iltimos qilaman, bu nimani aytishimdan maqsad, bola bu bizni borlig'imiz. Meni oldimga kelgan bolaga men oddiy bemor sifatida qaramayman. Bu bitta farzand bo'ladimi, 10 ta farzand bo'ladimi, har bitta bolaning orqasida kelajak, borliq va butun dunyo turibdi. Iltimos, har bitta bolani davolashda o'zbilarmonlik qilmasdan, mayli vrach aytgan dorini olib bermang, lekin boshqa vrachga, boshqa mutaxassisga olib borib bitta maslahatlashinglar. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri rad etgan holda Turkiyadan davola, o'zingizlar bilgan qanaqadir vositalar bilan bolalarni davolashga harakat qilmanglar.